Islom tarixidagi eng buyuk voqealardan bittasi mana shu Isro va Me'roj voqeasi. Isro bilan Me'rojda ko'pchilik bitta voqea deb o'ylashadi. Ba'zan o'sha Isro deya Me'roj deb atashadi. Lekin aslida bu ikki xil voqea azizlar. Isro bu tunda sayr qilish degan ma'noni beradi. Me'roj degani esa arab tilidagi araja so'zidan olingan bo'lib, osmonga ko'tarilish degan ma'noni beradi. Payg'ambarimiz alayhissalomda haramdan Makkadan Quddusga tunda qilgan safarlari Isro bo'lgan. Quddusdan yuqoriga osmonga ko'tarilishlari Me'roj bo'lgan. Bu voqea azizlar nafaqatgina bugun, balki o'z davrida ham haqiqiy chin taqvoli, muhabbatli, sadoqatli musulmon bilan ko'r-ko'rona ergashayotgan, qalbida nifoqi bor odamlarni ajratib yuborishga sabab bo'lgan voqea azizlar. Shuning uchun ustozlar, ulamolarning tavsiyalarida Me'roj haqida ko'pchilikka unaqa chuqur gapirmanglar. Odamlarni tafakkuri, aqli qabul qilmasdan noto'g'ri gap gapirib qo'yib, ularni iymoniga ta'sir qilib qolish mumkin degan ko'rsatmalar bo'lardi. Shuning uchun bu haqida kamroq gapirilardi. Qanday qilib odam bir kechada shuncha uzoq kilometr masofaga, Quddus bilasizlar, hozirgi Falastin, Makkadan shu joyga uchib borib keladi, keyin u yerdan osmonga chiqish mumkinmi deb noto'g'ri bir tushunchalarga borib qolmasin, iymoni zaif bo'lsa iymondan ketib qolmasin deb juda unaqa chuqur bu haqida gapirilmas edi. Lekin hozir azizlar, biz 21-asrda odamzod o'zi yaratgan narsasi bilan kosmosga chiqayotganini ko'rayotgan odamlarmiz. Bugun bir nechta soniyalarda dunyoni bir chekkasi bilan bemalol ko'rib ham gaplasha olishga qodir bo'lyapmiz. O'sha maxsus uchoqlarda dunyoni xohlagan joyga uchyapmiz. Texnologiya shu darajada rivojlanib ketdiki, ba'zan insonni aqli lol qolyapti. Endi bugun biz uchun, mana shu asrda yashayotgan mo'min musulmonlar uchun Me'roj voqeasini gapirsa yo'g'ay deydigan holatda emasmiz. Ha deymiz. Inson Alloh bergan ilhom bilan shuncha narsa yaratyaptiki, Alloh taolo bundan kattasiga, bundan ham bizni ajablantiradigan holatga qodir. Qolaversa, bugun biz butun dunyo ilmini o'rganib, aytaylik, koinotni o'rganib, shuncha osmon, falak, yer